Yana bir marta aytaman, ko'p erkaklar bilmaydigan sirni. Esda chiqin saqlang. Buni har doim ichish tavsiya qilinmaydi. Taningizni qabul qila olmasligidan qo'rqaman. Bu videoni burun ham yuborganman. Juda ko'p do'stlar aytadiki, bu video juda yaxshi, juda foydali deb. Yana esa ba'zi do'stlar aytdiki, bu video topilmayapti deb. Shunga men yana qaytadan bir yuboryapman. Agar sizda ham shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa, mening videolarimni kuzatish qiling. Mening qilgan amgagimga qarata qizil yurakcha berib qo'yasiz va saqlash qilasiz. Bu retsept juda oddiy bo'lib, zanjabil, qizil xurma va deraza mevasini qo'shib qaynatib, haftada 3-4 marta ichib berasiz. Bunday bo'lganda sizdagi badandagi ho'llikni shiniq chiqarib tashladi, buyrakni quvvatlaydi va tananing kuchlanishiga juda ko'p yordam beradi. Agar yana ko'plagan retseptlarni bilmoqchi bo'lsangiz, menga aloqaga chiqing.